Ashaddiy muxlislari. Mana bugun 30-iyun Yoshlar klubi munosabati bilan oliy ta'lim muassasalari o'rtasida Quvnoqlar va Zumralar ko'rik-tanlovining kubogiga xush kelibsiz. Aziz muxlislar, sizlarni ko'p kutilmagan holda bugungi jamoalarimiz pozitiv jamoalarimizni sizni g'ildiroq olqishlaringiz sadosida sahnamiz to'riga chorlaymiz. Demak, biz boshladik. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetining amakivachchalar jamoasi. Aziz farzandlarimiz, avvalambor hammalarni ana shu yoshlar oilaga 30-iyun yoshlar kuni bilan hammalarni muborakbod etaman. Bugungi kunda yangi O'zbekistonimizda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich boshchiligida ko'rik tanlovlarni o'tkazishga, bugun mana davlatimiz rahbarini ta'limga qaratayotgan e'tiborlari natijasida davlat, nodavlat ta'lim muassasalarimiz qo'shganda 15 ta oliy ta'lim muassasalari ishtirok etyapti. Mana tadbirga qadar o'tkazilgan tanlovlar jarayonlarida o'sha g'olib bo'lib, o'zlarining tashabbuslari bilan, o'zlarining ishtiroklari bilan ishtirok etamiz deb taklif bergan jamoalardan mana 5 nafar jamoani tanishtirib o'tishdi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, yoshlar. Barchamiz mana ustozimiz juda ham to'g'ri ta'kidladilar. Sahnamizga Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetining amakivachchalar jamoasiga beramiz. Chirchiqda onasi bo'lmuş, Toshkentda onasi bo'lmuş, Chirchiqqa xush kelibsizlar. Otasi kim bunda? Toshkent viloyatining otasi Nurafshon. Nima bo'ldi? O, shartni nomi shunaqa ekan. Toshkent viloyatida nima gap? Nima gaplar? Buni qo'yinglar. Mana zaldagani ko'plar yoshlar ekan. Kelinglar yoshlarga bir maslahat beramiz. Yaxshi bo'ladi. Hurmatli yoshlar, ichmanglar, chekmanglar. To'ppa-to'g'ri, ichishdan chekishdan foyda yo'q. Ichgandan, chekkandan shoh chiqmaydi. Shoh chiqqanda mana avlog'iga chiqqan bo'ladi. Yo'q, Ya avval bilsalar universitetda yoshlar yetakchisi bo'lishlardi. Hozir turistik firmaga ishga kirgan. O'ziga biznesini boshlabdi-da. Yo, qayerdan? akam ishdan haydashdi. Yo, turistik firmada ishlayapti deyapman. Ay, ketiga tegmayapsiz. Yo, turistik firmada ishlayapti. Ichki turizm qilib, Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro, Samarqand qilyapti. Mana yaqinda chetga borib keldi. Mana o'zlari kelyapti. O'zbeklarda o'rgan bor. Qozoqlar ot tug'diradi. Qirg'izlar unga yem beradi. Hozir Avron akam shogirlarni minib chiqadi. O'zingizdan nima gap? Sizlarda nima gap? Shartimizni olmagan. Jamoani ham olib nima gap qo'yaveramiz?
qo'ydi. Ko'tarasan deydi. Ko'taramiz. Ishni ko'tarolmadim uka. Men yerda kichkinalik qildi-da. Aka bu oldingizda turgan ikkita bir qiz tanishtirmaysizmi? Tanishtiraman, tanishinglar, bular meni biznes hamkorlarim. Bu yoqishim koreyalik, ismi Sasiona. Endi mana bu yoqishim Men aytay aka, men aytay. hop. Jumon akasi. Ikki ko'zingni shira bosganmi? Yo'q. Men Sasiona deb turibman. Jumoy bo'laradimi? Jumoy o'g'il bola-ku uka. Kim bu? Hayabuso bu. Aka hayron sen bo'laku. Hazırlaştırmaya bir yoqishim yaponiyalik. Ve ismi Yumika. Aka. Bizda ham bor bitta yunga degan. Aka, bu yapon qizi deganingizga, yapon qizi juda uyatchan qiz ekan. Ne bular shunaqa ekan. Abdulloh akani ko'rib boshida bir ikki minut uyalarkan, keyin uyalmay qo'yarkan. Kim ekan aka? Muhriddin aka. Nima deydi? Hamkorlarni Nurafshonga jo'nat, hamkorlik qilamiz deyapti. Nima qilyapsizlar sizlar o'zi bu yerda? Qiz o'ynayapmiz. Qavazani shunaqa o'ynaydimi? Qanaqa? Nimadir bormi o'zi? Talantlaring bormi o'zi? Bor. Qani? Reja qo'y bitta qo'shib qo'y. Senlar bo'lmamsan, mana qara, bitta ismon tarbiyada o'qiysan, bitta tarixda o'qiysan. Mana uni kecha kitobxonlikda ko'rdim. Uka, bu jamoaga umuman to'g'ri kelmaysan. Bor, ket jamoaga. Kelamiz. Aka, nima qilgansiz bu? Nimaga? Bugun og'amga ketkizib yuborsangiz, ertaga Elshotga ketkizib yuborsangiz, Ertaga meni vaqtim yo'q, shunday. ha, endinga Elshotga ketkizib yuborsangiz, Nega vaqtim yo'q? qancha vaqting bor? 25 larda vaqtim bor. Ha, 25larda Elshotga ketkizib yuborsangiz, keyin meni ham ketkizib yuborgansiz aka. Sahni keng bo'lsa, sal bundaroq turgin, uka, bundaroq tur. Ata tanlaysiz? Gapirdi? Gapirdi, rahmat. Ajoyib. Oybekka. Yo'q. Qilyapti bu. Aka, Ha? bugun Shahriyorda tarsangiz, Bunaqa. ertaga Elshotda tarsangiz, Ertaga meni vaqtim yo'q. ha, 25larda Elshotda tarsangiz, keyin baribir meni chiqarib olagansiz aka. Aka, mana bugungi o'yinga 5 million so'm sovrin qo'yilgan ekan-da. O'shani beramiz ekan. Endi uni berish bermasligini mana bugungi o'yinda yangi yulduzlar jamoasi yutadi. O'shalardan biri olamiz. Yangi yulduzlarni oldiga keldi. Assalomu alaykum. Bizda yangi sahna ko'rinishi yoshlar ittifoqiga kreslo kelganda qanday bo'lardi? Marhamat. Muhammad, maqashyapsan, jinoyatdan yangi kreslo raso qilasan. Sen kimsan? Sekretarmisan? Bo'l, ish vazifangni bajarmaysanmi? Sekretar degan joyda o'tiradi. Ketdimi? Ketdi.
ligasini tashkil qilgan tashkilotchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Mana Toshkent viloyatida ham o'z QVZ ligasi ochildi. Va gapimizni so'ngida muxlislarimizga atalgan bir qo'shiq bilan yakunlamoqchimiz. Marhamat. Amakivanchalar jamoasi bo'lgan bo'lamiz. 5 bor. Bu Chirchiq so'zkalariga emas, Toshkent so'zkalariga turtadi. Assalomu alaykum. Toshkent so'zkalariga turtadi. Abdulloh aka endi chekish tashlab so'zkalar tarishga o'tdi, chiqmagandim. Voy, shu ko'pchilik aytdinglar, 5 million so'm yutuq bor. Agar 5 million so'mni yutsanglar, nima qilasizlar? O'zi sportmaydi, uni sportdan. Parvoz jamoasi. 5 million so'm yutsanglar, nima qilasizlar? Yoshlar ittifoqi yetakchilariga tarqab boraman, chunki bular ham odam. Bitgandan keyin ko'ramiz. Bugun men ham kirarkanman Yoshlar ittifoqiga. 3 soat doim chasalsizlar. 5 million so'm yutsanglar, nima qilasizlar? Aka hozir ko'rdingiz, rasani zarurni qidirdim topaman. Bitta hojatxona qurib qo'yardim. Nasib. Shu mikrofon baland. Markaz jamoasi. 5 million so'm yutsanglar, nima qilasizlar? Siz ham anglashib bizga 10 million deyishganlarga. Yangi yulduzlar jamoasi. Da. 5 million so'm yutsanglar. So'zgan to'g'rilar o'rganmoqsiz. O'zingizni so'rdash kerak. Behruz savol. 5 million so'm yutsanglar, nima qilasizlar? Endi mana boshqa jamoalar so'zkamizga ko'z olaytiryapti, bunga ko'z olaytiraveradi. Biz so'zkalar bilan 5 million bilan borib dachiga dam olamiz. Rahmat. Qatnashgan hamma jamoa Behruz. Rahmat. Behruz ukamizga olqishlaringiz. Dachaga mani olib ketdinglar. Mana endi savol berish navbati Olimjonikiga beramiz. Mana ijodkorlar ijod qilishda ilhomim kelmayapti. Nima uchun olim kelmayapti, Behruz kelmayapti demaydi. Shu savolni beramiz. Odamlar qayerlardan kelib bunday bermani savollarni beryapti. Samina. Parvoz jamoasi edi. Hop, jamoalarimiz 3 savdoyi jamoasi tayyorlagan. Assalomu alaykum. Ijod qilishda ijodkorlar ilhomim kelmayapti. Nima uchun olim kelmayapti yoki Behruz kelmayapti demaydi. O'zi eng katta pul 5 million so'm olganda. U Ilhom aka kelmaydi-da, unaqa qiling. Band bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Jamoamiz
Narkoz jamoasi. Tayyib aka. ijodkorlar ijod qilishda ilhomim kelmayapti deyishadi. Nima uchun olim kelmayapti yoki behruz kelmayapti demaydi. Mana shu mikrofonni bilasa bo'lardi. Olim Toshkentda ustoz. Behruz ana bosh markazda yuribdi ustoz. Rahmat. Yangi yulduzlar jamoasidan eshitib qolamiz. Yangi yulduzlar ozgina mendan xato bo'lgan bo'lsa kerak. Bal uchun salom. Ijodkorlar ijod qilishda ilhomim kelmayapti deyishadi. Nima uchun olim kelmayapti yoki behruz kelmayapti deyishadi. Olim kelmagani ham yaxshi kelsa iflos ko'li bilan kelyapti-da. Amakivachchalar jamoasidan eshitib qolamiz. Hurmatli rahbariyatdan iltimos qilardi. Jechki ham mikrofon qo'yib beringlar. Iltimos hamma to'g'rilab yopdi. Savol qaytarar ustoz. Mana ma'lumki ijodkorlar ijod qilishda ilhomim kelmayapti deyishadi. Nima uchun olim kelmayapti yoki behruz kelmayapti deyishmaydi. Ustoz, xohlasangiz ikkalasini jo'nataman. Ilhom ham keladi, Ibrohim ham birinchi marta qatnashdim, shunday qilib savol beraman. Agar davrinasi 180 ga chiqib ketsa, radardan shtraf keladimi? Assalomu alaykum. Savolni qaytaraverasiz odam. Biz ham birinchi marta savolni qaytarishdi. Agar davrinasi 180 ga chiqib ketsa, radardan shtraf keladimi? Radardan shtraf kelmaydi, naryoqdan xabar keladi. Savdoyi javobatini eshitib qolamiz. O'ta romantik bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu. Savol qaytaraveraman. Agar davrinasi 180 ga chiqsa, radardan shtraf keladimi? Men aytib boshqa savolni. Davrina necha gradus? 180 ga chiqsa. 180 ga chiqsa. Past tepa bo'lmaydi. 180 ga chiqsa, radardan shtraf keladimi? Biz ham endi chiqib turibmiz sahnaga. Rahmat. Tan olishgan marta hisoblanadi. Amakivachchalar jamoasi. o'sha biz. Ustoz savol beraverasiz. Savol qaytaramiz. Agar davrinasi 180 ga chiqsa, radardan shtraf keladimi? Ustoz shtrafdan bilmadim, lekin kallam qo'pqon ochish kerak. Shu ularni sekin yuvib ketadi ustoz. Rahmat. Rahmat barcha yangi yulduzlar jamoasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taroz jamoasi qo'rqib qo'yadi. Shunga hozir o'ylanib qoldim. Javobni qaytaramiz. Har biringizni qaytarib yana. Agar davrinasi 180 ga chiqsa, radardan shtraf keladimi? Endi agar davleniyani o'zi chiqsa, shtraf kelmaydi. Lekin agar yoningizda davleniyani ko'tarib ketayotgan uchun bo'lsa, u shtrafdan zapal bo'ladi. Rahmat. Agar davrinasi 180 ga chiqsa, radardan shtraf keladimi? 180 ga chiqsa, tez yordam do'ppida keladi-da. Jamoalarimiz ham ilhomlanib ketibdi. Boya aytganda davomiga ilhom akalar endi kelibdi. Shuning uchun yangi yulduzlarni yana bir bor javobini eshitib qolamiz. Assalomu alaykum. Agar davrinasi 180 ga chiqsa, radardan shtraf keladimi? Aka endi to'g'ri so'zni bu yoshda ko'tarilayotganiga xursand bo'lib davleniya. Rahmat. Savoljon aka. Bitta jumla bor. Toshkentni donini yegan chumchuq Kabatullohdan qaytib ketdi degan jumla bor. Shuni sal o'zgartiramizda, chumchuqni donini yegan chumchuq jumlani davom ettiradi. Donini yegan chumchuq shaharda qaytmayapti. Hamma chirchiqlik don deganda shaharda yuribdi ustoz.
Rahmat. Parvoz jamoasi tayyor ekan. Chirchiqdan donini yegan chumchuq. Davom eting. Chirchiqda donini yegan chumchuq. Iborani mana bunaqa qilaylik. Qarang, chirchiqni donini yegan chumchuq, chirchiqni so'zgalarini shu. Qaysi iborani to'g'ri qilaylik deyman. Rahmat. Utsavoy jamoasi. Assalomu alaykum. Sog'liq Va alaykum assalom. Chirchiqda donini yegan chumchuq. Chumchuqni donini yegan chumchuqni bilmadimi? Olmalig'i gazini hidlagan chumchuq olmalig'idan chiqib keta olmasa kerak. Qancha buni bersaga bo'ladi, bersaga so'rang. Rahmat. Yangi yulduzlar jamoasini eshitib qolamiz. Chirchiqda donini yegan chumchuq. Toshkentga borib nonni yeydi. Chirchiqga kelib oliy ta'lim muassasalariga kirgan. Siz ham chumchuqqa o'xshab doyingizga xatira deganda siz jamoat qilsangiz. Amakivachchalar jamoasiga qo'yilgan balandingiz 5 5 5 4 5 ta. Bizga hurmatli jamoalarimiz. Anam olsun yaş gülemez